Millionlar o'yini futbol barchaning, ayniqsa yosh avlod vakillarining sevimli sport turlaridan biriga aylanib qoldi. Ayni kunlarda faoliyat ko'rsatayotgan sport seksiyalarida minglab umidli futbolchilar malakali murabbiylar ko'magida o'z mahorat va tajribalarini oshirib kelmoqdalar. Birgina Farg'ona viloyatining o'zida charm to'p ishqibozlari uchun yaratib berilayotgan zarur shart-sharoitlar o'quv muassasalarining zamonaviy anjomlar bilan jihozlanayotgani, qolaversa dars mashg'ulotlariga malakali murabbiylarning jalb qilinayotgani yangi umidli futbolchilarning nomini xalqqa tanitishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun ko'rsatuvimizda Farg'ona viloyatidagi Neftchi bolalar futbol akademiyasi faoliyati haqida hikoya qilamiz. Futbol bu shunchaki sport emas. U bolani maqsad sari intilishga, intizomli bo'lishga, jamoa bilan harakat qilishga va g'alaba uchun kurashishga o'rgatadi. Farg'ona zamini esa futbol iste'dodlari bilan azaldan mashhur. Ana shu boy an'anani davom ettirish, iqtidorli yoshlarni saralab olish va ularni professional futbolga tayyorlash maqsadida Neftchi bolalar futbol akademiyasi o'z faoliyatini boshladi. Akademiya 4,5 gektardan ortiq hududni egallagan bo'lib, bu yerda bir nechta katta va kichik futbol maydonlari, tibbiy va reabilitatsiya infratuzilmasi yaratilgan. Ammo har qanday akademiyaning haqiqiy boyligi uning maydonlari emas, balki shu yerda mashq qilayotgan yosh iste'dodlaridir. Neftchi akademiyasida yosh futbolchilarni tayyorlash jarayonida xalqaro tajribaga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Akademiyaga xorijdan tajribali mutaxassislar jalb etilgan. Ularning asosiy vazifasi mahalliy murabbiylar bilan tajriba almashish, mashg'ulot jarayonini zamonaviy talablar asosida yo'lga qo'yish va yosh futbolchilarning salohiyatini to'liq ochishga qaratilgan. Farg'ona viloyatimizda o'zida muntazam futbol bilan shug'ullanuvchilar soni 10 ming nafardan oshdi. Shu jonajon bizni Neftchi jamoamiz 24 yil deganda Farg'onaga yana qayta oltin medalni, kubokni taqdim etdi. Bundan tashqari super kubokni yutdik. Eng quvonarlisi Neftchi professional futbol klubini qoshida o'zini akademiyasi tashkil topgani bu bizning viloyatimizga juda katta narsa bo'ldi deb men bemalol ayta olaman, chunki mana o'zingiz ko'rib turganingizdek sharoitlar yetarli darajada. Bu dargohdan futbolchi chiqmaslikning iloji yo'q. Aprel oyida muhtaram prezidentimiz shu futbol akademiyamizga tashrif buyurganlarida yopiq futbol maydonimizga kirib, bolalarimiz bilan uchrashib bir narsa aytishdi. Mana akalaring Abbos Fayzullayev, Shomurodov, Husanov kabi mehnat qilsalaring shu futbolchi bo'lib yetishib chiqasizlar deb shatta shunaqa deb aytishdi. O'sha bolalar shu muhtaram prezidentimiz kelib ketishgandan keyin ochiq turnirda borib Toshkentda poytaxtda birinchi o'rinda olib kelishdi. Bu ham bo'lsa shu muhtaram prezidentimiz bilan so'rashganlari, yonidan turib ko'rishganlari bu bizning yoshlarga, futbolchilarimizga katta motivatsiya bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Undan tashqari bizda mana ikkita sun'iy maydon, ikkita tabiiy maydon, ikkita bittasi qumli, bittasi kichkina futbol maydonlari yetarli. Bu bizning dargohimiz, yotoqxonalarimiz 154 kishiga, ya'ni 7 ta sinf, 22 tadan bo'ladigan bo'lsa 7 ta sinfga mo'ljallangan bo'lib, uning ichida shu sinf xonalari, dars xonalari, tahlil xonalari, futbolchi trenirovkada charchoq bo'lgandan keyin, o'yindan keyin ularda shu tiklanish jarayonida foydalanish uchun basseyn, sauna, reabilitatsion xonalar tashkil qilingan. Bu bo'lsa shu jahon talablariga mos ravishda bu qurilgan. Undan tashqari biz shu yana asosiy shu futbolchilarga, ya'ni trenerlarga qulay bo'lishi uchun trenerlar shu bolalarini qaysi jihatda hozirgi kundagi holatini bilish maqsadida biz shu datchiklar olib kelganmiz. Shu yurakda o'lchaydi, nagruzka berib yuborilyaptimi, qancha yugurilyapti, o'sish darajasi qancha. Bu albatta trenerga, murabbiyga, futbol murabbiyning qo'lida har bitta bola bo'yicha statistika bo'lsa-gina keyin futbolda o'sish bo'ladi deb shu hamma sharoitlarni qilib berganmiz. Chindan ham bugun Neftchi futbol akademiyasida o'quvchi yoshlar uchun yaratib berilayotgan zamonaviy sharoitlar har kishining diqqat e'tiborini tortishi shubhasiz. Jumladan o'quvchilar uchun yotoqxona, oshxona, sportchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga mo'ljallangan dam olish xonalari futbolsevar yoshlar uchun xizmat qilmoqda. Bu yaratilgan sharoitlar ota-onalarni ham behad quvontirmoqda. Bu akademiya nafaqat vodiyda, balki respublikada bitta desa ham bo'ladi. Hozir bunaqa sharoitda bu prezidentimizning tashabbuslari bilan barpo etilgan
prezidentimiz sportga e'tiborni, futbolga e'tiborni qaratganlari uchun shuncha yillardan beri faqat televizor orqali boshqa davlatlarni ko'rardim. Mana bu yil O'zbekiston terma jamoasi ham jahon chempionatiga chiqdi. Xudo xolasa biz ham farzandlarimiz shunaqa bo'lsin. Bolalar mashg'ulotiga qaraydigan bo'lsak ham o'zgacha taktika, Yevropa standartlarida mashg'ulotlarni olib borishadi. Trenerlar ham o'sha Yevropa standarti bo'yicha malakali farzandlarimizni bersak, yaxshi yetuk mutaxassis bo'lib, kelajakda O'zbekistonning bayrog'ini baland qilib ko'tarib yuradigan futbolistlar bo'lsin, sportchilar bo'lsin. Bu yerda hammasi Yevro standart bo'yicha, Yevropa standartlariga to'g'ri keladi. Sportchilar maydonda harakatlanishdan avval maxsus o'quv xonalarida nazariy bilimlarni olishga kirishadilar. Unda murabbiylar tomonidan futbol qonun qoidalaridagi o'zgarishlar, maydonda qanday harakatlanish kabi ma'lumotlar, misollar asosida tushuntiriladi. Qolaversa, o'quvchilarning o'yin mobaynida kuzatilayotgan kamchiliklari, yo'l qo'yilayotgan xatolar atroflicha tahlil etilib, ularni bartaraf etish choralari ko'riladi. Yangi O'zbekiston yoshlariga haqiqatdan ham havas qilmaslikning iloji yo'q. Men o'zim ham futbolchi bo'lganman, 20 yildan ortiq futbol o'ynaganman. Sharoitlar bunaqa, dargohlar bunaqa yopiq maydonlar to'g'risini aytganda tushimizga ham kirmagan. Olim aytgan ekanki, futbol bu oddiy o'yin emas. Futbol insonni jamiyatda o'z o'rnini topishda juda katta maktab vazifasini o'tab beradi deganda. O'shanda ekan bu futbol bu oddiy o'yin emas, bu shu mentalitetini rivojlantiradi, odobini rivojlantiradi, o'zini tutish, etika, estetika shu mahallasidan hamma ham futbolchi bo'lishi mumkin emas-ku, buni iloji yo'q. Misol shu 3 kishi chiqar, 2 kishi chiqar, shu mahallasida bitta bo'ladigan bo'lsa, havas ko'zi bilan qaraladi. Futbol akademiyamizdan yetishib chiqqan futbolchilar avvalambor o'sha o'zini yosh toifasidan kelib chiqib terma jamoaga, bizni shu klubimiz, Neftchi klubimizga, qolaversa shu milliy terma jamoaga kadr yetishtirib berishda xizmat qiladi. Neftchi futbol akademiyamizga ukrainalik mutaxassis Igor Ximich taklif qilganmiz. Unga yordamchi bo'lib sport ishlari bo'yicha o'rinbosar, ya'ni texnik direktor qilib latviyalik Edgar Klenausni taklif qilganmiz. Undan tashqari fitness murabbiy, darvozabonlar murabbiyi, mana Neftchimizni U21 yoshlar jamoasiga biz o'sha xorijdan mutaxassislar jalb qilganmiz. Ivanovich Ximichni aytadigan bo'lsak, direktorimiz bu bir nechta akademiyalarda asoschisi, bir nechta akademiyalarda texnik direktor, ish yurituvchi lavozimlarida yetuk mutaxassis bo'lib ishlab kelgan. Sportchi deganda ko'z oldimizda faqatgina jismoniy imkoniyati yuqori bo'lgan shaxs gavdalanmaydi, balki yuksak ma'naviyatli, intellektual salohiyatga ega bo'lgan inson namoyon bo'ladi. Shu boisdan Neftchi akademiyasi o'quvchilarining dunyo qarashini kengaytirish maqsadida turli ko'rinishdagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, shaxmat musobaqalari, kitobxonlik tanlovlari ham muntazam ravishda o'tkazib boriladi. Zamonamiz qahramonlari ishtirokidagi tashkil etilayotgan jonli muloqotlar o'quvchilarning ma'naviyatlarini oshirib, vatanparvar insonlar qilib kamol topishlarida muhim o'ringa ega bo'lyapti. Men 14 yoshdaman. O'zim 3 yil oldin futbol o'ynashni boshladim. Men Abduqodir Husanov, Abbos Fayzullayevlarning o'yinini ko'rib, futbolga kirib keldim. Men xudo xolasa kelajakda xuddi Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanovlarga o'xshagan yetuk futbolist bo'lib yetishaman. Sharoitlar yaxshi, 4 mahal ovqat, 2 mahal trenirovka bo'ladi. Chempionatlar bo'ladi, biz ularda a'lo qatnashamiz. Men kelajakda Yevropada o'ynamoqchiman. Barselona komandasida, O'zbekiston terma komandasida jahon chempionatlariga qatnashib, O'zbekiston jahon chempioni qilmoqchiman. Akademiyada yosh futbolchilarni tayyorlash tizimi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilgan. Bu yerda turli yosh toifalardagi jamoalar bilan malakali murabbiylar ish olib bormoqda. Noan'anaviy tarzda dars mashg'ulotlarini olib borayotgan murabbiylar yangi uslublar orqali futbolchilarning mahorat darajalarini kengaytirishga harakat qilishmoqda. Nazariy berilgan bilimlarni amaliyotda sifatli tarzda qo'llanilayotgani o'quvchilarga millionlar o'yini bo'yicha yanada kengroq ma'lumot olish imkonini bermoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan bu bolakaylar ham kelajakda milliy terma jamoa safida to'p surishni maqsad qilishgan. Ular mashg'ulotlar jarayonida faol ishtirok etib, o'zlarining noyob qobiliyatlarini ko'rsatishga harakat qilishmoqda.
Farg'onaning Neftchi jamoasida uzoq yillar o'ynadim. Toshkentning Bunyodkor jamoasi, Namanganning Navbahor jamoalarida to'p surdim. Xorijga chiqib 3-4 yil erta ham faoliyatimni olib bordim. Shundan so'ng Neftchi akademiyasidan taklifni qabul qilib, yoshlarga uzoq yil olgan bilimlarimni, ilmlarimni o'rgatib boryapman. Neftchi akademiyamizga juda katta e'tibor qaratilib, hamma yo'qni Yevropa standartiga tayyorlab berishyapti. Qolaversa, mana shu oddiy bitta ko'p stadionimizdan olsak bo'ladi. Bu stadionda bizga qulayliklari yozda ham, qishda ham bolalarga qiynalmasdan shu yerda mana mashg'ulotlarni olib boryapmiz. Bu bizni murabbiylik faoliyatimizda ham, bolalarni trenirovочный proseslarida ham bu qulaylik yaratyapti. Bu sharoitlardan umid qilamiz, Xudo xolasa, O'zbekiston terma jamoalariga futbolchi tayyorlab berib, Neftchi jamoamizga futbolchi tayyorlab berib, qolaversa, yosh futbolchilarni Yevropa jamoalariga tayyorlab u yoqqa chiqarsak, bizni yutug'imiz deb bilamiz. Shunga harakat qilyapmiz. Murabbiylar tomonidan har bir mashg'ulotga alohida yondashilayotgani futbolchilarga olayotgan bilimlarini tez va oson tarzda o'zlashtirishlariga yaqindan yordam bermoqda. Ayniqsa, dars davomida futbolchilarning umumjismoniy tayyorgarliklarini mustahkamlashga va ruhiy imkoniyatlarini oshirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor kun sayin iqtidorli futbolchilarning safini orttirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun akademiyada 18 nafar futbol bo'yicha murabbiy faoliyat olib bormoqda. Akademiyada shakllantirilgan guruhlarda jami 110 nafar yosh futbolchi shug'ullanmoqda. 110 nafar bola, 110 xil orzu. Kimdir kelajakda Neftchi jamoasining asosiy futbolchisi bo'lishni istaydi. Kimdir milliy terma jamoa libosini kiyishni orzu qiladi. Yana kimdir esa katta stadionlarda o'z nomini tarixga yozishni maqsad qilgan. Ularning barchasini birlashtirib turgan narsa esa futbolga bo'lgan muhabbat. Yosh futbolchining kamol topishi uchun nafaqat yaxshi murabbiy, balki munosib sharoit ham zarur. Neftchi akademiyasida bu yo'nalishda ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Akademiyada 6 ta katta va kichik futbol maydoni mavjud. Shuningdek, zamonaviy tibbiy va reabilitatsiya uskunalari bilan jihozlangan fizioterapiya bo'limi tashkil etilgan. Qolaversa, sun'iy qoplamali havo gumbazi bilan yopilgan zamonaviy yopiq futbol maneji ham barpo etilgan. Bunday sharoitlar yosh futbolchilarga yilning har qanday faslida muntazam mashg'ulot olib borish imkonini beradi. Neftchi nomi Farg'ona futboli tarixida alohida o'ringa ega. 1962-yilda tashkil etilgan klub O'zbekiston Superligasida 6 marta chempionlikni qo'lga kiritgan. Jamoa mamlakat kubogining 2 karra va Super kubogining 1 karra sohibi hisoblanadi. 1994-yilda esa MDH kubogi finaliga chiqqan. Hozirda ham farg'onaliklarning sevimli Neftchi jamoasi joriy yilgi Superliga bahslarida peshqadam bo'lib bormoqda. Kelgusida esa ana shu boy futbol an'anasini yangi avlod davom ettirishi kutilmoqda. Akademiyaning asosiy vazifasi ham iqtidorli bolalarni erta aniqlash, ularni har tomonlama tarbiyalash va professional futbolga tayyorlashdir. Akademiya Farg'ona futboli uchun bu juda katta oldinga tashlangan qadam hisoblanadi. Asosiy jamoani hozirgi natijalar bu bugungi kunni ko'rsatib tursa, akademiya bu klubning kelajagini ko'rsatib beradigan bir maskan bo'ldi. Davlatimiz rahbarining o'sha o'zi oxirgi yillarda futbolga qaratayotgan e'tiborlari natijasida umuman juda ko'p yangi qarorlar chiqyapti va shu qarorlar natijasi o'laroq viloyatimiz rahbari Xayrullo Hayitbayevich boshchiligida bu akademiya barpo etildi. Akademiyaning o'sha asosiy maqsadi farg'onalik bolalar aynan o'sha oxirgi yillarda oldin juda ko'p bo'lardi, Farg'onadan iqtidorli yetishib chiqardi. Oxirgi yillarda bu narsa to'xtab qolgandi va aynan mana shu yerda ertaga o'sha Neftchi jamoasini farg'onalik bolalar munosib himoya qilishi ko'zda tutilgan holati bu akademiya yo'lga qo'yildi. Undan tashqari akademiyada istalgan viloyatdan futbolchilar kelib ta'lim olishi mumkin. Akademiyani o'sha oxirgi infratuzilma jahon darajasida o'qitish tizimlari yo'lga qo'yildi. Asosiy jamoa qaysi falsafada, qaysi yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, akademiyaga ham xuddi shu talablar qo'yilyapti. Hattoki masalan asosiy jamoada mana GPS futbolchilarning yuklamalarini nazorat qilinadigan o'sha tizimdan foydalansa, akademiyada ham bu narsalar yo'lga qo'yilganki, o'sha futbolchilar 12 yoshidan, 10 yoshdan boshlab professionallikni his qilishi uchun
barcha sharoitlar yaratildi. O'ylaymizki, bu akademiyadan kelgusida o'sha o'zbek futboli uchun, Neftchi jamoasi uchun, milliy terma jamoamiz uchun yaxshi futbolchilar yetishib chiqadi. Katta futbol bir kunlik mehnat bilan qurilmaydi. Uning poydevori bolalikdan boshlanadi. Bugun Neftchi akademiyasi maydonlarida mashq qilayotgan har bir bola ertangi futbolimiz umididir. Bu yerda ular nafaqat to'p tepishni, balki g'alaba uchun kurashishni, mag'lubiyatdan so'ng qayta turishni, jamoadoshini qo'llab-quvvatlashni va o'z maqsadi sari intilishni o'rganmoqda. Chunki chempionlar katta stadionlarda emas, avvalo mashg'ulot maydonlarida tarbiyalanadi. Ishonamizki, ushbu tarbiya maskani shug'ullanuvchilari bunday sharoitlarga javoban o'zlarining kuch imkoniyatlarini kengaytirib, dunyoni lol qoldiradigan yangi futbol yulduzlari bo'lib kamol topishadi.